Assalomu alaykum azizlarim. Kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Ularning har ikkisi ham badavlat, obro'li mansabdor oilada ulg'aydi. Uzoqroq qarindosh ham edilar. Otalari ma'qul ko'rib unashtirildilar. Yigit birinchi uchrashuvdayoq bu go'zal qizning sal erkaroq ekanligini sezgan bo'lsa-da, otasining yuzidan o'tolmadi. Qiz esa og'ir vazmin, qarashlari aqlli yigitning sekin ohangda gapirishiga mahliyo bo'lib qolgandi. Turmush qurdilar, farzandli bo'ldilar. Go'zal manman, maqtanchoq kelinga omad kulib bir yildayoq alohida bo'lib chiqdilar. Turmush o'rtog'i ota-onasiga qattiq muhabbatli ekanligini, ularning oldiga tez-tez borib kelayotganini ko'rgan kelinchak negadir erini qaynona-qaynotasidan ham qizg'ona boshladi. O'zi tabiatan xudbinroq bo'lgani uchun yaqinlarni u qadar sog'inmas edi. Bir kuni qovurma chuchvara yegisi kelib pishirdi. Qizarib pishgan chuchvaralarni tog'oraga solayotganda eri ham kirib keldi. Shundan bir hovuchgina bering, oyimga olib boray, yalinchoq ohangda so'radi yigit. Buncha oylayverasiz. Onangiz ro'zg'orimiz bo'lak bo'lganida ikkita piyola berdimi? Hammasini mening onam qilib berdi. Qo'limdagi chovligacha. Uning chekagi o'chay demasdi. Baxtiyor indamadi. Dildor bo'pladim deb o'yladi o'zicha. Bir payt qarasa eri kiyinib, qo'liga ishga boradigan portfelini ko'tarib olibdi. Uysiz va qizimga, men onamni haqorat qiladigan ayol bilan yashay olmayman. Bu eshikni odatdagidek sekin yopib chiqib ketdi. Ketdi va qaytib kelmadi. Avvalga Dildor unga ovozini ham ko'tarib gapirmagan erini negadir yalinib keladi deb o'yladi. Yozuvchi otasi unga doim tinch oqqan daryoning tubi g'alvali bo'ladi, der edi. Rost ekan. Baxtiyor akam ham jim yurganlari bilan yurak-yurakdan norozi bo'lgan ekanlar-da, deb o'ylay boshladi u. Kattalar aralashdi, lekin ularni hech kim yarashtira olmadi. Ering uylanibdi. Falon lavozimga